Navro'zni qachon paydo bo'ldi degan savol juda ham qiziq tuyuladi o'zi aslida. Demak, fasllar 4 ta emas, aslida 2 ta. Ikkita. Kun qisqaradigan payt qish hisoblanadi, uzayadigan payt yoz hisoblanadi. Kechki chaqaloq degani hali bahor to'lig'icha kuchga kirgani yo'q. Bahor hali kichkina yoshda. Hali kichkina deganda shu. Qish bahorni quvadi. Ha, qish bahorni quvadi. Mahmud Qashqariy keltirgan qo'shiq bu sof folklor qo'shig'i emas u. Bir yoshdan ikkinchi yoshga o'tishingiz shu kelgan yoshingizni qurbon qilib o'tasiz. Ramzlar, timsollarni xuddi alifbo kabi bolalarga o'rgatish kerak deydi-ku. İnsanlar deydi birinchi boychechakni ko'rgan paytda olib yulishar ekan. Qattiq yerdan qatilab chiqqan boychechak, yumshoq yerdan yumalab chiqqan boychechak. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun siz bilan Navro'z bayrami, uning ildizlari haqida, tarixiy o'tmishimiz va bugunimizda tutgan o'rni haqida suhbatlashamiz. Va mening bugungi suhbatdoshim filologiya fanlari doktori, professor, ustoz folklorshunos, o'zining sohasida yangi nazariyalar, qarashlar bilan ilmda yangi yo'llar ochayotgan ustoz Shomirza Turdimov. Domla, xush kelibsiz. Suhbatga rozilik berganingiz uchun rahmat. Xushvaqt bo'ling, rahmat. Bu mavzu siz uchun nihoyatda qadrdon va begona bo'lmagan mavzu. Biz Navro'z haqida ko'p gapiramiz. Navro'z paydo bo'lgandan beri bugunga qadar hamma o'zini bilimlarini o'rtaga qo'yib shu Navro'z haqida gapirgisi keladi. Shu bayramni bir-biri bilan baham ko'rgisi keladi, lekin biz bilmaydigan juda ko'p sirli ildizlari, sirli tomonlari bor. Ehtimol bugungi suhbatda aynan Navro'z bizga nimaga kerak? Bugungi talotib hayotimizda nimaga kerak? Nimalarni bizga eslatib turadi? Qaysi ildizlardan o'sib chiqqan degan masalalarda siz bilan suhbatlashamiz deb o'ylayman. Endi shu masalan Navro'z qachon paydo bo'ldi degan savol hamisha kishini ko'ndirang turadi. Mutaxassislar aytadiki, Navro'z paydo bo'lganiga 3000 yil bo'ldi deydi. 5000 yil bo'ldi deydi va o'zining qarashini pitograflar, boshqalar bilan marosimlarning ildizlari bilan, marosimlarning turlari bilan isbotlashga harakat qiladi. Men aytamanki, masalan, Navro'zni qachon paydo bo'ldi degan savol juda ham qiziq tuyuladi o'zi aslida. Lekin bunday savol qo'yib ham bo'lmaydi. Sababiki bu mavsumiy marosim bo'lganligi uchun ham va bizda eng asosiy o'sha yoritqichimiz quyosh bo'lganligi uchun va tunda yoritqichimiz oy bo'lganligi va yulduzlar bo'lganligi uchun ham inson kuzatgan, qachon tunni, kunni kuzatgan. Qachon kun uzun bo'ladi, qachon kun qisqaradi va bularning hammasini tajriba bilan o'rganib kelgan va uni ko'rib anglaganlaridan tashqari unga anglatilgan narsalar ham bor. Chunki bizni anglaganlarimizni anglatilgan narsalar ham to'ldiradi o'zida, oydinlashtiradi. Ular masalan bunday qaragan paytda hukmga o'xshaydi. Masalan, hech qachon hukm muhokama qilinmaydi. Masalan, nima hukm bo'ladi? Masalan, muqaddas bitiklar hukm bo'ladi. Xuddi shu kabi mana shu Navro'zning ibtidosi ham juda qadimiyligini odamzod o'zi ko'rib turibdi. Bizda masalan qanday qaraymiz? Mana masalan ertalab quyoshning chiqishini kuzatamiz. Kechqurun quyoshning botishini kuzatamiz. Shu bir mavsumiy, bir oddiygina bir sutkada bo'ladigan holat bu. Endi quyosh qachon chiqadi, qayerdan chiqadi va qayerdan botadi? Demak, bu chegarasi yo'q bo'lgan vaqtni jilovlash bilan bog'liq bo'lsa kerak. Albatta, shu vaqtni jilovlashdan tashqari vaqtni anglash. Endi jilovlab-ku bo'lmaydi. Insonlarning o'zini hayotini tartibga solish, o'zini kechirayotgan vaqtini tartibga solish. Albatta, mana shu chunki shunchalik ham o'sha kuzatishlarimiz hammasini masalan bizda bilim sifatida o'tgan. Bilim sifatida anglatilgan. Yoki bizni qon yodimizga singib ketgan xotira sifatida qoladi. Mana masalan bizda bitta maqol bor. Yilning tubi 7 qo'rot deb turadi. Bu nima degani? Qo'rot nima o'zi va yilning tubi nega 7 ta qo'rotdan iborat? Mana masalan hech kim masalan deb qaraganda shu maqolning ildizini o'ylab ko'rganga o'xshamaydi. Aslida bu juda katta bilimning xulosasi o'zi.
Agar quyoshning chiqib keladigan holatini oladigan bo'lsak, biz yoz mavsumi va qish mavsumi deb ikki katta mavsumga bo'lamiz. Mana shu yoz 6 oy bo'ladigan bo'lsa, qish ham 6 oy. Va yozning boshlanishi, masalan yoz deganda faqat ko'klam bilan yozni, qish deganda kuz bilan qishni nazarda tutilyapti. Demak, fasllar 4 ta emas, aslida 2 ta. 2 ta. Xuddi erkak bilan ayol, tun bilan kun kabi. Shu zidlashtirish shu yerda turibdi o'zi aslida. Endi mana shu zidlashtirishning tubi mana bunda quyosh manzillari bilan bog'liq. Mana bizda o'zingiz ham yaxshi bilasiz, langar degan so'z bor. Va nega langar desa, bu Nuhning kemasi kelib to'xtagan deydi. Langar tashlagan joy. Langar tashlagan. Yo'q, Nuhning kemasi kelib to'xtamagan. U quyosh borib botadigan nuqtaning bitta o manzili u. Quyosh borib langar tashlagan. Ha, quyosh borib langar tashlagan. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha langar, mana Nurota langar bor, Qashqadaryoda langar bor. Langarota deb azizja sifatida qaraymiz. Turkistonda langar bor, Vodiyda langar bor. Bularning hammasi kuzatsangiz, quyoshning botadigan tomonida o'sha. O'sha langar degan joy. Quyoshning botadigan tomonida va qachon botadi? Ya'ni shu quyosh chiqadigan nuqtalar bor. Quyosh chiqadigan nuqta ham 3 ta nuqtasi belgilab olingan bu yerda. Va quyosh botadigan tomonning 3 ta nuqtasi belgilab olingan va shu 3 ta nuqtani kuzatadigan joy bor. Mana shu 7 qo'rit degani mana shu. Demak, 3 ta chiqadigan nuqta, 3 ta botadigan nuqta va o'rtada kuzatadigan. Har ikki tomonni kuzatib turadigan bitta nuqta. Ha, bitta nuqta. Shu bilan 7 ta nuqta. 7 ta nuqta. Mana shu 7 manzil bunday qaragan payt muqaddas sanalgan va muqaddas ibodatxonalar qurilgan. Mana masalan Samarqandda Shohizinda bor. Shu Shohizinda mana masalan Shohizinda ham xuddi shu quyosh manzillaridan bitta manzilni hisoblaydi. Mana masalan o'sha Samariya kitobida ham aytadiki, bu yerda deydi, majusilar ham kelib ibodat qilardi, boshqalar ham ibodat qilardi. Sababi u hammasini o'zida aks ettirgan edi, unday qaragan paytda. Endi mana masalan o'sha haligi 7 qo'rit haqida gapiradigan bo'lsak, bu quyosh taqvimi. Quyosh taqvimi shuki, mana masalan quyosh qaysi holatda? O'sha 22-dekabrda eng uzun tun kuni bo'ladimi? Va 22-iyunda eng uzun kun bo'ladi. Ya'ni bunday qaragan paytda uzun tun bilan uzun kunning o'rtasi bu kun bilan tun teng keladigan payt. Va ko'klamgi kun bilan tun keladigan payt haqiqatan tabiat uyg'onadi va shu kun birinchi kun yil boshi, ya'ni Navro'z deb belgilangan va o'sha birinchi bo'lganligi uchun ham muqaddas sanaladi va ayni paytda bu o'lcham quyosh botadigan, chiqadigan tomondan olingan. Ya'ni masalan quyosh chiqadigan tomonda 22-dekabrdan keyin tun qisqarib keladi. Yaldo kechasidan boshlab. Yaldan qisqarib keladi. 21-martda ikkalasi tenglashadi. Va 21-martdan keyin yana boradi, 22-iyungacha uzayib boradi. Ya'ni kun qisqaradigan payt qish hisoblanadi, uzayadigan payt, yoyiladigan payt yoz hisoblanadi. Shu yoz bilan qish degan so'zning yoz o'zi yoyilmoqdan olingan. Ha, yoyilmoqda. Yoz yoyil, qish qisil degan maqolam bor-ku. Bekorga emas, o'zi isbotlaydi shu narsani. Endi quyosh botadigan tomondagi narsalar o'zi 22-iyundan tortib to 22-sentyabrgacha. Sentyabrda bu yoz, kuzgi teng kunlik bu. Va shundan to dekabrgacha, yaldo kechasigacha boradi. Bu botadigan tomonda. Qishki mavsum botadigan tomondan hisoblanadi, yozgi mavsum quyosh chiqadigan tomondan hisoblanadi. Va bu bizning quyosh kalendarimiz. Mana shu 7 mana shu yerda yilning o'tishi, kechishi, tabiatning qanday hodisalarni bo'lish hammasi mana shuning ichida turibdi. Va shu xalqqa yetkazilgan, avloddan avlodga o'tkazilgan va katta bilim berdi. O'sha maqolda aks etadi asosan. Maqolda mana yilning, oyning oti ko'p, yilning quti deydi. Har bir to'xtaydigan joy, har bir quyoshning manzili qut hisoblanadi. Qutb so'zi shundan olinganmi? Ha, qut degan so'z shunda.
Qutb so'zi. Qutb so'zi quyoshni nurli, barakat topuvchi, quyoshni oquvchi degan joyni mazmunidan keladi o'zi. Qutb baraka degan. Qutb baraka degani ham xuddi shunday. Domla, bu narsalarni, bu bilimlarni hammasi marosimlarning ichida sochilib yotibdi. Qo'shiqlarning ichida sochilib yotibdi. Mana siz keltiryapsiz maqollarning ichida, dostonlarning ichida sochilib yotibdi. Mana tasavvur qilingki, Go'ro'g'li dostonida bitta epizod bor. Agar bilsangiz, Go'ro'g'li yangasini izlab borganida daryodan o'tib, chunki toyi ot bo'ldi, daryodan o'tadigan bo'ldi. Borganida o'sha xoljuvon kir yuvayotgan payt bo'ladi. Olib qochib ketilgan yangani qaytarib olib kelish uchun borganda kir yuvib turadi u. Chunki o'sha ko'klam payti borgan bo'ladi. Endi bunday qaragan paytda qanday qilib u kir yuvishi mumkin? U bitta masalan Rayhon degan podshohga uylangan bo'lsa, aslida bu bizda marosimiy kir yuvish bo'lgan. Ya'ni masalan qishdan chiqib ko'klamga yozga o'tayotgan paytda umumiy kir yuvilgan va qishdan tugab qishga kirayotgan paytda ham shu marosimiy kir yuvish bo'lgan. Bu qanday tushunish mumkin? Mana odam vafot etganda vafot etgan mayitning kiyimlari yuvilib tozalantiradi. Xuddi shunday olib qaragan paytda bir fasldan ikkinchi faslga tozalab top-toza bo'lib o'tish kerak, poklanib o'tish kerak degan tushuncha bo'lgan. Va shuning uchun mana shu ikkita marosimiy kir yuvish bo'ladi. Va shu marosimiy kir yuvishning aksi mana shu dostonlarda qolib ketgan. Qolib ketdi, turibdi shu yerda. Chunki masalan bunday olib qaragan paytda Go'ro'g'li dostonining mohiyatida o'lib tiriluvchi tabiat bor-da. O'sha o'lib tiriluvchi tabiat degani shu qish bilan yozning almashinuvi bor. Masalan Go'ro'g'li, masalan Quyosh o'g'li sifatida ko'klam tomoni, yoz tomonining farzand hisoblangan bo'lsa, Rayhon bo'lsa, u qish tomoni anaqasi bo'ladi. Va shu yerda ular o'rtasida daryo turibdi-ku. Bu daryo chegara bu. U o'z-o'zidan mana shu haligi bu yerdagi hamma aytimlarning mazmun mohiyatida shu ko'klamning, yozning va qishning kuzning timsollari turibdi. Aytadi mana masalan Rayhon yangasini olib ketgan paytda Rayhon arab Go'ro'g'lining yangasini olib qochib ketganda. Go'ro'g'li qochib ketganda keyin aytadi-ku, uni qizini aytganda, "Ey" dedi, "Men" dedi, "echkimni berib, sening chivichingni oldimmi arab" dedi. Ya'ni bu yerda nega echkini berdi? Chivich nima? Chivich u 6 oylik uloq. Uloq. Ya'ni unday qaragan paytda echkining bolasi bunday qarang. 6 oyga endi voyaga yetgan paytda, turishgan paytda. Men dedi echkimni berib deyapti. Yangamni berib, sening chivichingni oldim dedi. Qizingni olib ketdim. Qizingni olib ketdim deganda mana shu yerni o'zida ham turibdi. Mana qo'shig'idan aytadi. Mana masalan yomg'ir yog'aloq, echki chaqaloq, boyning qizining qorni yumaloq. Endi bunday qaragan paytda bu aysbergga o'xshaydi. Shu aysbergning uchida turgan bu yer qaysi? Bu yer ona yer. Ko'klam yerda bu yerda u ekin ekilgan. Lekin yomg'ir yog'mayotganligi uchun ham hali erta bahor bo'lgani uchun ham. Echkining chaqaloqligi erta bahor hali. Hali dedi yog'ingarchilik bo'lgani yo'q. Sirg'oqchilik bo'lgani yo'q. Shuning natijasida turibdi bu yerda. Shuning uchun yomg'ir so'rayapti-da, yomg'ir yog'loq, echki chaqaloq, boyning qizini qorni yumaloq. Yer hosilni urib chiqishi mumkin, lekin buning uchun namlik kerak deyapti-da. Shuni qo'shiq qilib aytgan masalan. Shu qo'shig'ning ichida turibdi o'zi. Echki chaqaloq degani hali bahor to'lig'icha kuchga kirgani yo'q. Bahor hali kichkina yoshda. Hali kichkina deganda shunday. Boyning qizining qorni yumaloq nima degani? Boyning qizining qorni yumaloqda yer hosiliga kelib turibdi. O'simliklar unishga tayyor turibdi, lekin bu uchun yomg'ir kerak ozgina deyapti. Homiladorlik kulturi bilan bog'liq emasmi? Homiladorlik kulturi emas, masalan tabiatning masalan qaraganda o'simliklarning o'sib chiqishi homilaning dunyoga kelishini bildiradi. O'sha yerda shu turibdi edi. Ana masalan qaragan paytda ko'klamning timsoli deydigan bo'lsak, echki ko'klamning timsoli bo'ladi. Uning muqobilida esa bo'ri qishning timsoli. Masalan,
ko'k bo'ri degan o'yin bor, ko'pkari deydi. Ko'pkarilar odatda qishda chopiladi va ular uloqni chopishadi. Ya'ni bunday Qish bahorni quvadi. Ha, qish bahorni quvadi. Va shu yerda hammasi masalan ko'klamning timsoli, o'simlik timsoli boychechak bo'ladigan bo'lsa, uning masalan boychechakni masalan urug'ini undirib, maysaning sharbatini olib sumalak qilinadigan bo'lsa, qishning taomi bo'lsa yorma yoki halim. Bu urug' yanchilib et bilan qo'shilib yeyiladigan narsalar. Chunki bular hammasi bir-biriga muqobilda turibdi. Bu hatto taomda ham, raqsda ham hammasi. Mana masalan, demak, ikkita katta kuch o'rtasidagi mangu davom etadigan albatta va bir-birini taqozo etadigan kurash. Albatta, shu tabiatning kurashidir, bunday qaragan paytda. Shu tabiatning kurashi, masalan, tun bilan kunning kurashi, yoz bilan qishning kurashi. Masalan, Mahmud Qashqarda bahsi bor-ku. Qish yoz bilan to'qishdi. Sang'ir ko'zim boqishdi. Ha, xuddi shu. Tutish hali yoqishdi. O't g'animat o'grashurmi? Ha, shunday. Shunaqa. O'grashur, yig'laydi deganda. Mana shu yerda chunki masalan, bu xalqning marosimining adabiyotga o'tgan, yozma adabiyot holatiga o'tgan holat. Mahmud Qashqariy keltirgan qo'shiq bu sof folklor qo'shiq emas u. U folklorning transformatsiya bo'lgan holatdagi qo'shiq. Ishlov berilganimi? Ishlov berilgan holati bu yerdagisi. Demak, Qashqariy faqatgina yozib olmagan, yozib olganlarga ishlov berib, keyin kitobiga kiritganmi? Yo'q, yozib xalqning ichida shoirlar, mana she'rda keladi degandek, shoirlarning yiqqanlari, shoirlarning yaratganlarini ham tizimga kelganlarni Mahmud Qashqariy ko'proq olgan. Xalq ichidan yozib olganlar emas. Xalq ichidan yozib olganlari ham bor, maqollar, boshqa hammasi, lekin yerda shunda turibdi. Bu yerda mana shu ko'klam bilan, Navro'z bilan bog'liq juda ko'p marosimlar, urf-odatlarning hammasi o'sha Mahmud Qashqariyda turibdi, Rabg'uzida turibdi, Navoiyda hammasi turibdi, deb qaragan paytda. Men so'ramoqchi bo'lganim, mana boychechak marosimi bor. Bizga ko'p aytilgan bu qurbonlik marosimi bilan bog'liq deb. Masalan, yangi bir yaxshiroq bir narsaning yuzaga kelishi uchun qurbonlik keltirilishi shartmi? Masalan, yoz to'la hukmiga kirishi uchun qishni oldida evaziga nimadir qurbonlik qilish kerak bo'ladi. Nimadir, hamma narsa nimadir hisobiga bo'ladi-da. Nimadir hisobiga bo'ladi. Bu yerda qurbonlik bekordan bekorga aytilayotgani yo'q-da. Juda bir achchiq hayot haqiqati bilan bog'lanib ketyapti-da. Bu o'zi bir marosim, afsona deb asotir deb qarashimiz mumkin, lekin hayotda ham bir narsani qurbon qilmasang, ikkinchi narsaga erisha olmaysan degan gapni orqasida butun bir katta bir ilohiy falsafa bilan bog'lanib ketadigan elementlari bor Navro'zda. Nimanidir qurbon qilish evaziga, masalan, yoshning o'tishi ham aslida qurbonlik bunday qaragan payt. Bir yoshdan ikkinchi yoshga o'tishingiz shu kelgan yoshingizni qurbon qilib o'tasiz. Yoki bo'lmasa tuxumning yorilishi, agar tashqaridan yorsangiz, u tuxum palada bo'lib qoladi. Ichkaridan yorsa, unda hayot bo'ladi. Va yorgandan keyin boshqa olamga o'tadi va o'sha yangi tuxum paydo bo'ladi. Xuddi shundayda qurbonlik deganni masalan yovuzlik deb qabul qilish kerak emas-da. Yoki masalan biz yovuzlik deb qabul qilgan narsalarimiz hammasi ham yovuzlik bo'lavermaydi. Chunki bizning o'lchamlarimiz bilan tabiatning o'lchami o'rtasida juda hamma payt to'g'ri kelavermaydi. Shuning uchun ham mana masalan bunday qaragan paytda o'sha tabiatda ko'rganlarimiz mutanosiblik hammasi masalan bunday qaragan paytda o'zidan paydo bo'layotganligi emas. Qishning o'rniga yozning kelishi, yozning o'rniga qishning kelishi. Masalan, Rumi aytadi-ku, qish deydi, bekorchilik emas deydi. Qish deydi, tabiatning yig'ilishi. U o'ziga kerakli narsalarni yig'adi deydi. Va agar deydi, yoz bo'lsa, bu sarflash, qishni sarflash deydi. Demak, biz yozni boshqacha tushunamiz. Masalan, Rumi juda to'g'ri aytgan narsa bunday qaraganda. Masalan, daraxt uxlayapti deb o'ylama deydi, daraxt yig'ilyapti deydi. Kuchayapti. Chunki o'sha kuch uni
ana kurtak bo'lib yorilib chiqib gulga aylanadi, gul bo'lsa mevaga aylanadi, meva pishadi va yetiladi. Shundayda. Mana bu boychechak bilan bog'liq qo'shiqlarni eng quyi sinflardan boshlab yotatishadi bizga maktablarda, lekin uni mazmun mohiyati haqida har doim bilavermaymiz. Tor doiradagi mutaxassislar biladi. Shunga ozgina bir izoh berib ketaylik. O'zingiz ham suhbatimiz boshlanishidan oldin ham eslatdingiz, boychechagini tutdilar, tut yog'ochga osdilar, qilich bilan chopdilar, baxmal bilan yopdilar. Bu hammasi tizim davom etadigan jarayon. To'ra Mirzayevni folklorshunos olim To'ra Mirzayevning Xodizarif bilan suhbatlari degan kitobida aynan shu parcha haqida bahs yuritilgan. Va unda Xodizarifga nimaga siz bolalar folklori bilan shug'ullanmaysiz deganida o'zbek folklorshunosligining otasi Xodizarif javob bergan ekanki, bolalar folklori juda murakkab, men u hududga o'tishga qo'rqaman degan ekan. Nega bunaqa deyapsiz desa, mana masalan deb mana shu she'rni aytib bergan. Aslida bu bolalar folkloriga oid. Lekin uni asosida qurbonlik marosimi turibdi. Qurbonlik bo'lsa bolalar folkloriga xos xususiyat emas, bu endi kattalar dunyosiga mansub bo'lgan jarayon. Shuning uchun bir bilan tutashadigan nuqtalarni ilg'ab olishda tafovutli joylar, murakkab joylar, sirli joylari borki, men bu soha bilan shug'ullanishga qo'rqaman deb javob bergan ekanlar. Chunki men masalan xurumga bor, masalan ramzlar, timsollarni xuddi alifbo kabi bolalarga o'rgatish kerak deydi-ku. Chunki sababiki bolalar folklori insoniyatning ibtidosidagi folklorda. Bu ibtidodagi folklorni biz anglamasligimiz mumkin, lekin u yerdagi mars turaveradi va kelaveradi. Mana oddiygina Navro'zning olqishini olib qaraylik. Hurli bo'ling, boychechakdek gulli bo'ling, shunday deganda keladi va keyin boychechakning anaqasida omonlik, somonlik, hech ko'rmaylik yomonlik. Xo'p, omonligi o'z-o'zidan ma'lum, omon bo'laylik degan. Somonlik nima degani? Somonlik degani masalan ko'klamda ekilgan urug'ning kuzga borib somonga, ya'ni hosilga kirishi degani. Shu uchun ham bizda aytadiki, Mehrjon bayrami deydi. Lekin Mehrjon bayramini qadimda Somon bayrami degan. Mana qo'shni turkiy xalqlardan, tatarlarda Sabonto'y degan hosil bayrami Sabonto'y deyiladi. Va o'sha yerda shu Sabon o'zining asl ma'nosida turibdi. Mana Somon degan so'z ham bor bizda. Bug'doyning o'simligining pishib yetilgani somon bo'ladi deb qaragan paytda. Demakki, avvalo bizda so'zning ichida turibdi. Mifham, informatsiya ham so'zning o'zida turibdi, mohiyatda turibdi. Va so'zning ichiga kirganimizda shu mohiyatni anglab yetib boraveramiz. Davlat siz bir narsani aytdingiz, birinchi unib chiqqan boychechakni yurib tashlashgan, go'yoki qurbonlik qilishgan deb. Va o'sha boychechak aytadigan bir juda g'aroyib gapni ham aytdingiz, shuni eslaylik. O'sha mana haligi bu men Jizzaxdan yozib olganman-da buni. O'sha Jizzaxda mana agar o'sha Ilon o'tidan o'tgan bo'lsangiz, o'sha yo'lning chekkasida Ilon o'ti darasi bor. O'sha daraning juda ko'p boychechaklar o'sib chiqadi. Shu erta boychechaklar o'sha yerda vaziyat bo'lsa, o'sha Forshga ketaveradigan cho'lda boychechaklar ko'rganman-da. Shu insonlar deydi birinchi boychechakni ko'rgan paytda olib yurishar ekan. Ezib tashlar ekan, qurbonlik qilishar ekan. Sababiki boychechak aytarmish. Bu o'tgan yilgi bola odamlar buylab yuribdimi degan gapni aytar ekan deydi. Shuni aytmasin deb qilinadi degan xalqni o'rtasida shunaqa irim bor-da. Shu narsani ko'rgandan keyin va mana shu boychechak bo'ylandi, qozon to'la ayrondi, ayroningdan bermasang qozon tovog'ing vayrondi. Qattiq yerdan qatilab chiqqan boychechak, yumshoq yerdan yumalab chiqqan boychechak. Va shuyda aytadi, boychechakni tutdilar, tut yog'ochiga osdilar, qilich bilan chopdilar, baxmal bilan yopdilar. Nega endi boychechakni tutib tut yog'ochiga osishadi? Va masalan bunday qaragan paytda osganda ham qiziq holatda, mana masalan xuddi haligi yomg'ir yog'ish uchun toshvoqaning oyog'idan osib qo'yilgani kabi bu yerda ham xuddi shunday holatlar bo'lyapti. Demakki,
Bu yerda o'sha Nimaga tut yog'ochga osishgan boshqa yog'ochga emas, yong'oqqa emas, chunki olmani daraxtiga emas. chunki tut masalan baraka yog'och, baraka hosil barakali yog'och deb qaraladi. Tobutning tutdan yasalishi bilan bog'liq emasmi? Balkim bo'lishi ham mumkindir bunday, bo'lishi ham mumkindir. Lekin masalan tol yog'och va tut yog'och deyiladi bu yerda aslida. Chunki tut yog'och mana bunday olib qaragan Tobutning, beshikning tutni yog'ochidan yasalishi bilan bog'liq emasmi? bu shuni ham bo'lishi ham mumkin. Ya'ni bu ham bo'lishi mumkin. Yana masalan tut muqaddas yog'och ham deb qaraladi-ku. Muqaddas yog'och deb qaraladi va oilaning qut barakasi deb qaraladi. Shu uchun ham juda muhim hisoblanadi. Mana bunday olib qaragan paytda o'sha lola saylida terib kelingan lolalarni o'sha Registon maydonda daraxtni shoxalariga har bittasiga xuddi bizda lampochkani osib qo'ygani kabi osib qo'yib, alohida xuddi archadek bejarganligi va uning atrofida bunday qaragan paytda o'sha odamlarning raqsga tushganlari, bular hammasi mana miniatyuralarda bor-ku. Echki bilan bo'ri niqobidagi odam raqsga tushyapti va kimdir surni chalyapti. Nega echki bilan bo'ri raqsga tushyapti? Chunki bekorga emasdi. Chunki bu ko'klam bilan qishning raqsi. Mana shu boychechak degan marosim o'tgan bizda, bilasizku. Boychechakni birinchi chiqqanidan keyin xonama-xona olib yurishgan. Va har bir xonadonga borib boychechakni ko'rsatishgan. Omonlik, tomonlik, hech ko'rmaylik, yomonlik deb ko'ziga surtib hadya bergan. Bu bergan hadya butun yilga beriladigan urug' deb qabul qilingan. Chunki va shu hadyalarni bolalar yig'ib olib borib qozonga solishgan. Va aslida masalan qozon to'ldi degan marosim o'sha yig'ilgan hadyalarning yig'inidan hosil bo'ladigan bo'lgan. Masalan to'g'ri, keyin ba'zi joylarda suv bilan to'ldirib qo'yiladi deydi, bug'doy bilan to'ldirib qo'yiladi, qozon to'ldi degan shu. Lekin aslida yig'ilgan hadyalarning hisobiga bo'lgan. Xuddi osh halol degan kabi. Va eng asosiysiki shu yerda qish timsolidagi odamlar, ya'ni junlik narsalarni kiyib olib, hali kadi badbaxt degan narsalarni niqob qilib, haligi quloq qo'yib, o'sha qish askari bilan ko'klam timsolidagi ko'klam kiyimida kiygan odamlar go'yoki bahs qilishgan. Va shu bahsning anaqasida qo'shiqlar aytishgan. Qoshingni qaro deydilar, qosh qaro kam yor ko'rsat, qoshingni bir ko'ray. Jonim aka o'sha aytadi-ki, sen deydi qaldirg'ochning qarotini ko'rmadingmi? Agar shu aytishuning matniga e'tibor bersangiz, ko'klam bilan qishning bir-birini ta'rifi turibdi shu yerda. Shu aytishu va shu qo'shiqlarning eng oxirida bo'ladigan qo'shiq bu Kichkinajon degan qo'shiq bo'ladi-ku. Tuyadan ham kichkina, biyadan ham kichkina, oxiri targ'idan ham kichkina. Ya'ni qish kichkina bo'lib uruqqa aylanib yerga singib ketdi degan mazmun ifodalanadi. Bunday qaraganda butun boshli bir ssenariy, bugun tilda aytganda ssenariy boshdan oxiriga yozilmagan ssenariy turibdi va bularning hammasi shu yerda o'shaligi yilning qanday kelishini, qo'chqorlarni urishtirish yoki masalan xo'rozlarni urishtirish, bular hammasi fol ko'rilgan bundan. Mana qo'chqorning qaysi qish tomon, qaysi yoz tomon bo'ladigan bo'lsa, uni qanday yaralanishiga qochib ketish, yilning qanday kelishini ta'min qilgan, taxmin qilgan deb qaragan payt, prognoz qilishganda bugungi tilda aytganda. Ko'p manbalarda o'rganiladi, Navro'zni asosan Eron mifologiyasi bilan bog'liq deb. Bu Navro'zni chegaralab qo'ymaydimi? Bu bitta narsa borki, agar Navro'zni faqat Eron mifologiyasi bilan bog'lab ifodalaydigan bo'lsa, mana Navro'zning qachonki Navro'zning vaqtini o'zgartirishga harakat qilingan slovlarni olib qaraydigan bo'lsak, mana masalan bizda sobiq sho'ro davrida Navro'zni taqiqlashdi va Navro'zning nomini ham o'zgartirmoqchi bo'lishdi va Navro'zning kunini ham o'zgartirmoqchi bo'lishdi. Va Sosoniylar davrida Navro'zni 21-martdan 22-iyunga o'tkazmoqchi bo'lishgan. Demakki, mana shu urinishning o'zi ham bu Navro'zning o'sha Sosoniylar
hukmronligi bo'lgan anaqaga qavmga taalluqli emasligini ko'rsatadi. Ikkinchi bitta narsa borki, qon yodi bilan turadigan narsa. Mana kurashni tekshirgan shu Jo'rayev degan nima bor edi. Biolog olim bor edi. O'sha kishi aytadiki, kurash deydi bizni xalqimizni qon yoniga o'tgan harakatlar deydi. Bizni bolalarimiz haligi tetapoya bo'lmagan bolalar o'sha 8 oylik, 7 oylik bolani, o'g'il bolani bir-biriga qarama-qarshi qilib quchoqlashtirib qo'ysang, chil oyog'iga chil beradi. Shu nega endi chil beradi? Masalan, yiqitishga harakat qiladi. Sababiki deydi, bu harakat unga o'rgatilmagan, uni qon yodida turibdi. Qon yodidagi harakat. Xuddi shu kabi Navro'z bizning qon yodimizga singan tasavvur bo'lganligi uchun ham, e'tiqod bo'lganligi uchun ham xalqning ichidan o'zga chiqarish qiyin holatdagi narsa. Va shu uchun aytamanki, Navro'zni birorta millat bilan, birorta masalan yo buniki deyish qiyin. Sababiki mana masalan Yaponlarda yoki koreyslarda, xitoylarda qachon keladi Navro'z? Yangi yil. U fevralning yoki nariga boradi. Chunki u quyosh yo'qdan chiqib keladi. Xo'p, Yevropada shu may oyiga to'g'ri keladi. Chunki bizda bo'lsa bizning holatimiz o'sha 24-chi bizning mintaqada quyoshning nurini tushishi shunday. Ha, shunga to'g'ri keladi. Mana shu o'lchamlarning hammasi shunga bizga to'g'ri keladi. Xuddi shuning uchun ham biz aytamanki, Navro'z bizni qon yodimizga singib ketgan, qon xotiramizda turgan bizning bayramimiz hisoblanadi. Domla, sizni juda bir ajoyib tadqiqotlaringizni o'qiganman. Ehtimol kuzatuvchilarni ba'zi birlari ham o'qigan bo'lishi mumkin. Ehtimol televideniyadagi chiqishlaringiz ko'rgan bo'lishi mumkin. Go'ro'g'liga doir juda ajoyib tadqiqotlaringiz bor. Aynan shu Go'ro'g'lini biz xalqimizning asosiy qismi go'rda tug'ilgani uchungina go'rning o'g'li degan ma'noda tushunadi, lekin go'r o'zagidagi qo'r bilan, olov bilan, quyosh bilan bog'liq jihatlar bor. Shu jihatlarga ham ozgina to'xtalib o'tsangiz. Chunki mana masalan o'sha chiqayotgan quyosh bor. Tik kelgan quyosh bor va botayotgan quyosh bor va yerning tagida turgan quyosh bor. Bunday olib qaragan paytda quyoshning yerning atrofini aylanadigan hamma nuqtalari bor. Chiqayotgan quyosh bu go'r o'g'li hisoblanadi. Xo'p, tik kelgan quyosh bo'lsa, tol tush deymiz-ku. Bu qir o'g'li, quyosh o'g'li hisoblanadi, tog' o'g'li hisoblanadi. Botayotgan quyosh esa go'r o'g'li bo'ladi, ko'r o'g'li bo'ladi. Ko'r o'g'li bo'ladi. Endi yerning tagiga kirib ketgan quyosh o'g'li bo'ladi. Mana shu go'r o'g'lining erlik degan iloh bilan bog'liq emasmi? Hammasi bir-biriga bog'liq. O'sha masalan bunday qaragan paytda yil davomida, kun davomida o'tadigan butun holat hammasi aks etadi bunday qaragan paytda. Mana bizda bir kunda yashab o'tadigan hayotimiz ekanda. Bir kunda yashaydigan hayotingiz ayni paytda katta sikllar ham bor bu yerda. Masalan 11 muchal bor. U muchal o'zi 11 oyu nima deydi? 11 yilu qanchadir oyda hisoblanadi. Lekin bizlar yakunlab 12 deymiz. Mana masalan Mahmud Qashqari aytadiki, muchallarni qanday paydo bo'lgani. Nega endi sichqondan boshlanishi. Aytishadiki, sichqon deydi, chunki bu yerdan kuzatib turishgan deydi. Hayvonlarni deydi, daryoning narigi tomonidan bu tomoniga haydashgan deydi. Hayvonlar suzib chiqib deydi, tepaga chiqqan paytda deydi, eng birinchi ko'ringani deydi, sichqon ko'ringan. Demak, sichqon birinchi o'tibdi deydi. Keyin deydi, uning orqasidan deydi, qarasa deydi, tuyaning boshiga chiqib olgan ekan. Shuning uchun ham aytadi, yildan qolgan tuya deydi. Yildan qolgan. Bu juda muhimda. Mana masalan, yoki bo'lmasa 40 yilda bir ot o'yin deydi. O nima degani? U 40 yilda bir ot o'yin deganiki, masalan, olov ot bor. Ali har bir muchalda, har bir 4 marta aylangandagi muchaldagi 40 yilda aylanadigan kelgandagi holat borda, shu yerda shu otda fil boshqacha bo'lar ekanda shu 40-chisida go'yoki. Fe'l o'zgaradi. Fe'l o'zgarar ekan. Mana shuni
o'shanda aytiladi yoki masalan hammasining o'zining aytimi, o'zining anaqasi borda, o'sha muchallar bilan bog'lagan. Demakki, bizning o'lchamlarimiz, mezonlarimiz hammasi xalqning tajribalaridan anglangan va anglatilgan narsalardan xulosalar bo'ladi. Domla, siz suhbatimizni boshidan beri anglatilgan degan so'zni ishlatyapsiz. Ozgina izohlang shuni. Chunki masalan bunday olib qaragan Anglangan tushunarli. insonning anglatilgan. o'zi aqli bilan anglagan narsalar bu anglangan narsalar hisoblanadi. Xo'p. Lekin katta bilimga bog'lanib olingan narsalar bu anglatilgan Kim narsalar. tomonidan anglatilgan? Bunday olib qaragan payti Xudo tomonidan deyish ham mumkin. Lekin bunday olib qaragan tabiat tomonidan. Mana masalan bu yerda Tesla'ning gapini aytishga to'g'ri keladi-da. Tesla aytadiki, mening miyam bu radiopriyomnikka o'xshaydi. Bu radiopriyomnik shu koinotning qaysidir joyda bir yadroga bog'langan. Butun men bilimlarni, butun ochilgan narsalarni hammasini mening radiopriyomnikim o'sha yadrodan oladi deb turadi. Bu bekorga emas, chunki bu tabiatni tuzatganlarning hammasi. Agar hayvonlar, mana termitlar deymizmi, baliqlar deymizmi, ilonlar deymizmi, gunu degan oxular deymiz, ular hammasi qachonki ular jam bo'lsa, xuddi turnalarmi, g'ozlar jam bo'lsa, adashmasdan yo'lini topib borar ekan. Shu jam bo'lgan paytda ular katta bilimga bog'lanar ekan va shu katta bilimga bog'langani Ulardagi instinktni, uyg'otadi. insonlardagi intuitsiyani, hayvonlardagi instinktni shu bilim bilan bog'layapsizmi? Shu bilimga bog'langan. Bog'langan. Chunki sababiki agar o'sha jamoadan ajralsa, u adashib ketar ekan. Yakka o'zini instinkti kamlik qiladi yo'l topishda. Kuch yetmaydi. Chunki masalan shu yerda bitta narsa borki, hadis borki, jamoat bilan qilingan ibodat o'tadi deb turib. Shu yerda juda muhim informatsiya turibdiki, jamoatda qo'shilgan informatsiya, yaxlit informatsiyadan katta quvvatda mana folklorning yaratuvchilik qudrati, folklorning masalan bilmagan narsani qanday aytish mumkin degan savolga javob shu yerda turibdi. Folklor o'sha katta informatsiyaga, katta bilimga ilhom bilan bog'lanadigan holatdagina bo'ladi. Yaratiladi. Bu bo'lmasa yaratilmaydi. Chunki shu yerda hammasi. Chunki mana bunday olib qaragan paytda tasavvur qiling. Mana masalan Hulkar yulduzi bor, Qambar yulduzi bor. Xo'p, Hulkar yulduzi somon yo'lining qaysidir bu tomonida. Qambar yulduzi bu tomonida. Ular bir yilda bir marotaba uchrashmaydi. Aylangan paytda bir-birini ko'rmaydi ular. Hulkar bilan Qambar. Yaqinlashadi, bir-birini ko'rmaydi. O'tib ketaveradi. Chunki sababiki bu yulduzlar koinotni aylanganda bir yilda bir marta aylanadi. Mana masalan somon haligi o'rtada turadigan yulduz bor. Oltin qoziq degan yulduzi. Qutb yulduzi. Qutb yulduzi o'rtada harakatsiz turadi u. Butun somon yo'lining yulduzlarining hammasi o'shaning atrofida aylanadi. 7 qaroqchi bir sutkada aylanib chiqadi. Bu aylanadi. Lekin mana masalan oq bozot, ko'k bozot boshqa hammasini nomi bor yulduzlarning. Masalan shu hammasini aylangan paytda vaqti aniq. Lekin Qambar bilan Hulkar yulduzi ular 6 oy yoz paytda Qambar chiqadi. Qish paytda Hulkar chiqadi. Hulkar u yoqdan ko'ringan paytda Qambar bu yoqdan botadi. Qambar bu yoqdan ko'ringan paytda Hulkar botadi. Shuning uchun masalan yarqiroq yulduz deydi-ku. O'sha yarqiroq yulduz va hamma yulduzlarning tartibi bu hammasining bir-biri bilan to'g'nash. Oy bilan Qambar yulduzining, Hulkar bilan Qambar yulduzining to'g'nashuvining natijasi bu oy kalendarini bizga taqdim etadi. Va har bitta to'g'nashuv bunday olib qaragan paytda ob-havoda o'zgarish bo'ladi. Chunki o'sha yulduzchilar degani shu to'qnashuvni, yulduz o'ng, yulduz chap degan narsalar va shu yulduzlarning munosabati bilan kelinadi. Qaysi paytda masalan ekinni ekish kerak, qaysi paytda ekinga suv berish kerak, qaysi paytda suv bermaslik kerak, qaysi paytda issiq suv bo'ladi, qaysi paytda boshqa bo'ladi. Hammasi shu yulduzlarning harakati bilan bog'liq bo'ladi. Shu mana shularni kuzatgan,
shularni xulosasiga kelgan odam bunday qarang katta bilimga ega bo'lgan odam bo'ladi bunday qarang. Demak, Navro'zni asosida insoniyatning butun olamni kuzatishdagi o'rganganlari va siz aytganingizdek o'rgatilganlari asosida koinot haqidagi, hayot haqidagi yoki iloh haqidagi ilohlar, endi o'sha davr nuqtai nazaridan qarasak ilohlar haqidagi butun tasavvurlar jam bo'lgan ekan-da. Mana tasavvur qiling, mana qaysi ko'z bilan ko'rib qancha uzoqlikdagi somon yo'lining bir chekkasidagi yulduzni va qambarni bir chekkasidagi qanday ko'rish mumkin? Buning uchun qanday teleskoplar bilan hozir aniqlanyapti. Juda katta teleskoplar bilan. Inson qanday anglagan buni? Unga anglanish mumkin emas, anglatilgan deb o'ylayman. Va shu uchun men anglatilgan degan narsaning sababi shu. Mana shu Navro'zning kelishi ham va Navro'zning chiqishi ham somon davrini ham hammasining mezonlar bekordan bekorga emas. Aytadiki, Navro'z deydi, shunday paytda keladiki, bu tunda soat 2larga atrofida kiradi deydi Navro'z. Somon davrini bo'lsa, kunduz kuni soat 2 bilan 4 ning o'rtasida almashinadi deydi. Va bunisi 21 bo'ladigan bo'lsa, unisi 22 kun. Bular mutanosiblikda turibdi-da. Bir butun sistema. Bir juda tizimli. Hammasi mana bunday qaragan paytda mana oddiygina o'qiydigan she'ringiz, aytadigan ashulalaringizdagi naqoratlar, ohanglarning shu mos kelishi, tovushlarga uyg'un kelishi va uyqash kelishi, hammasini bu yerda hosil bo'ladigan quvvat hammasi bir tizimli turibdi bu yerda. Garmoniya. Mana garmoniya. Bekorga emas, rangning yetitaligi. Bekordan bekorga emas, masalan, notaning yetitaligi hammasi. Nima uchun yetdi? Hammasi o'zidan sinoat, tabiat qanchalik sinoatli, sirli bo'lgani kabi va anglamli ham ayni paytda. O'sha bilimlarning hammasi bizni qonimizda oqib yotibdi faqat. Barakalla. Tushunish kerak uni, eshitish kerak. Inson aytadiki, o'zingni angla degan gap bor-ku. Shu o'zingni angla deganingiz hozirgi sizning aytgan gapingizning mazmuni mohiyatda turibdi. Qachonki inson o'zini o'zi anglasa, mana shu tabiatga qanchalik yaqin bo'lsa, mana shu uyg'unlikka, garmoniyaga kirsa, hammasi eng oliy nuqtaga yetgan bo'ladi. Mana masalan, Go'ro'g'lining ham, Alpomishning ham alpomishligi, Go'ro'g'ligi mana shu olamlarning 3 ta olam deymiz, yer osti dunyosi, yer usti dunyosi va yer, shu olamlarning bilimlarini o'zida mujassamlashtirganligi, uyg'unlashtira olganligi va shu uyg'unlashtirish tabiatni anglashga olib keladi va tabiat bilan tillashishga olib keladi va shu tillashuv barobarida mana shu bilimlarni o'zida anglaydi va o'zgalarga anglatadi. Aytganlaringizdan xulosa qilyapmanki, Navro'zimiz ko'p jihatdan tabiat bilan bog'liq bayram deymiz-ku, aynan inson va tabiat o'rtasidagi uyg'unlikni va o'shandagina hayot davom etishi mumkinligini bizga eslatib turadigan, uqtirib turadigan. Eng muhim joyi shunda. Eng muhim joyi shundaki, mana masalan, bekordan bekorga emasda tabiat uyg'onadi deyapmiz-ku. Tabiat uyg'ongan paytda insonning o'zi tabiiy ravishda insonning holati uyg'onadi-da. Masalan, bunday qaragan paytda mana qurbonlik deganingiz. Mana ilon po'st tashlaydi deymiz-ku. Po'st tashlashi ilonning yangi bir hayotga o'tishini anglatadi. Xuddi shu kabi o'lmay turib o'ling deganning ham sababi shu yerda. Qurbonlik qilish deganning sababi mohiyati shu yerda. Bu qurbonlik degani faqat qon chiqarish degani emas. Yoki birovni o'ldirib vayron qilish degani emas. Hammasi shu vayronagarchilikning qonuniyatini topib, uni joy-joyiga qo'yib tiriltirish deganda deb qaragan. Demak, eskisidan voz kechib, o'zini yangilash degan ma'noda tushunsak bo'ladi. Xuddi shunday. Qurbonlik demak, o'zingni nobud qilib yuborish emas,
o'zingdagi O'zini eski yangilash. ishlatib bo'lingan narsalardan voz kechib o'zingni yangilash. Ha shu xuddi mana masalan nima uchun mana tasavvur qiling, mana tabiat juda qiziqda. Inson vafot etgandan keyin kir yuvilgani kabi kir yuv u tozaradi deydi. Bunday qaragan payt tozarish. Xuddi shu kabi insonning bir yildan ikkinchi yilga avvalo gunoh qudratlarini unut deydi. Demak, faqat jisman tozalanma, ruhan ham tozalan deyapti bu yerda. Shu tabiatdagi uyg'unlik neki ko'ngilda kechar, tabiatga ham ko'char degan maqol borda. Demak, ko'ngilda nimaiki kechsa, tabiatga ham ko'chadi yoki tabiatda nimaiki ko'chilgan bo'lsa, ko'ngilda ham bir-biriga uyg'un kelishligi masalasi. Navro'zning bayram qilishining sabablaridan bittasi ham shu. Chunki nima uchun bayram qilamiz? Agar to'xtovsiz ketaversak, to'xtamasak fikrlamaymiz. Ya'ni Anglamaymiz-da. Nima bo'ldi, nima qo'yayotgani, faqat davom yurishdan hayot iborat bo'lib qoladi. bir tin olib xulosa qilib olish uchunmi? Albatta bir tin olib, xulosa qilib, o'zingizni yomon energiyadan soqit qilib, yaxshi holatga o'tish. Bunday qaragan paytda post tashlash. Yangi kiyimini kiyish degandek gapda. Haligi Chishmoma degan o't bor, bilasizku. Qanday fikrlarimiz ham post tashlab bir yangilansa. Yo'q, mana chishmoma oq ko'ylaging kiyib chiq, ko'k ko'ylaging yechib chiq deb turib, sekin-sekin tortilardi. Shu qiziqdimi bunday qaragan? Xuddi shu kabi shu qora ko'ylagini kiyib, oq ko'ylagini kiyib yechib, qora ko'ylagini yechib, oq ko'ylagini kiyib chiqish ekan degan gapda. Bu yerda shu ranglarning garmoniyasi ham borda bunday qaragan paytda. Hamma narsaning, ranglarning ham, ohanglarning ham, harakatlarning ham, tabiat va insonning ham uyg'un umumiy oqimga tushib olishi uchun yordam beradigan bir katta bir falsafa desak bo'lar ekan Navro'zni. Navro'zni faqat biz nishonlamaymiz, mana turkiy xalqlar, forsiylar hammasi nishonlaydi. Hozir mana bugungi kun talabi turkiy xalqlarning madaniy birlashuvi haqida ko'p gaplashyapmiz. Sizdan oldingi kelgan suhbatdosh olimlar bilan ham shu masalada gaplashdik. Navro'z mana shu turkiy xalqlarni, borinki forsiylar bilan ham bizni birlashtiradigan bir katta bir g'oyaga aylanishi mumkinmi yoki shunaqa bir asos vazifasini, tayanch ustun vazifasini bajarishi mumkinmi? Chunki sababi bitta. Haligi deydi, g'am deydi, uni ozorini bir qildi. G'am deydi, mozorini bir qildi degan gap bor, bilasiz? Hamdamjonning Janchi Tursun degan balladasi bor edi. U yerda juda katta mohiyat bor edi, lekin shu kabi menda qaragan paytda u eng katta tolerant odam bu Go'ro'g'li. Qanday odam? Tolerant odam. Chunki Go'ro'g'li butun xalqlarni birlashtirib, urug'larni birlashtirib, yagona g'oya atrofida o'sha Chambil degan yurt atrofida, Chambil degani bu Susanbil degani. Ya'ni suv, Shambil, daraxt, tog' va suv. Ya'ni bunday qaragan paytda dunyoning markazi deganida, xuddi shu kabi Go'ro'g'lining mohiyatida shu narsa turibdi. G'oyasida shu narsa turibdi. Siz hozir so'ragan savol bizni xalqlarimizni Navro'z birlashtiradimi degan. Chunki tabiat bilan uyg'un bo'lgan bayram va tabiatning qoniga singgan bayram insonning ham qoniga, tomiriga singgan bo'ladi va singishgan bo'ladi. Va bu g'oya hammaga tushunarli bo'ladi. Xuddi masalan qo'shiq kabi, kuy kabi, rang kabi tushunarli bo'ladi. Shu uchun ham aytamanki, bu bayram juda bag'ri keng bayram. Shu uchun ham bizning xalqlarimizni bunday qaragan paytda eng ekologik toza fikrning tozaligi ham shunda. Hali o'tning bo'lig'i, suvning tinig'i degan joyi o'zi shu yer. Mana shu bayramda bo'ladi. Chunki bu bayram insonlarga dushman sifatida qaratishga yo'l qo'ymaydi va g'oyasida yo'q. Shu uchun ham mana shu bayramni
keng nishonlash kerak. Bu umumxalq bayrami. Uni tepasida turib birov boshqarmaydi. Xalqning o'zi boshqaradi. Xalqning o'zi, chunki masalan bunday olib qaraganda tomoshabin bor, ishtirokchi bor. Tomoshabin u unday olib qaragan paytda kuzatuvchi. U harakat qilmaydi. Ishtirokchi bo'lsa, shuniga uyg'unlashib ketadi va uning butun haligi kulsa kuladi, yig'lasa yig'laydi. Hamma butun g'oya o'sha. Demak, bu bayram bizni hammamizni yaxshilik yo'lida ishtirokchiga aylantiradi. Albatta, tomoshabinga aylantirmaydi. Shuning uchun ham umumxalq bayram deganni mazmun mohiyati o'zi shu yerda turibdi. Shu uchun ham bunday bayramni keng nishonlashga, keng anaqa targ'ib qilishga biz mas'ulmiz. Mana olim inson sifatida, ziyoli inson sifatida dunyoda bo'layotgan jarayonlarni ko'rib turibsiz. Biz uyg'unlikda yashayapmiz deb aytib bo'lmaydi hozir. To'g'ri. Biz bu uyg'unlikdan voz kechib yubordik. Garchi Allohga shukr, O'zbekiston tinch, lekin atrofimizdagi bo'layotgan hodisalarga, bizga yaqin mintaqalarda bo'layotgan hodisalarga qarasak, hozir eng arzon narsa insonni joni bo'lib qoldi. Mana shunday bir talatob dunyoda Navro'zga o'xshagan bir toza g'oya, toza so'z bilan endi ham dunyoni uyg'unlikka qaytarish mumkin deb o'ylaysizmi? Chunki bunday qilgan paytda umuman o'zi ezgu so'zning, ezgu g'oyaning, biz Navro'z haqida har doim gapiramiz, ezgu so'z, ezgu amal, ezgu fikr deb. Mana shu ezgu fikrning, ezgu g'oyaning kuchi yetadimi endi? Agar masalan shu ezgu so'z, ezgu amal, ezgu o'y, bu juda katta g'oya. Uni katta g'oya ekanligini ham o'zi juda yaxshi his qilib turibsiz. Umuman olganda so'zi ezgu, o'yi ezgu, amali ezgu degani bu haqiqiy jannatli odam deganida, bunday qaragan payt. Lekin tabiatga zid ketayotgan odamlar hammasini teskari qilyapti. Rahmat domla. Xulosalasak bo'ladi? Ha, xulosalasak bo'ladi, chunki mana Navro'z arafasida, Navro'z niyati bilan o'sha yaxshi kun, yaxshi amal, yaxshi so'z deb mana shu suhbatda turibmiz. Bu shu to'latob dunyoda avvalo mana shu ezgu so'zning g'olib bo'lishini istaymiz va tilaymiz. Chunki aytadiki, Navro'zning tilaklari amalga oshadi deydi. Birniki menga, mengniki tumanga deydi-ku. Ko'pning duosi vojib degandek. Ko'pning duosi ko'l deydi-ku. Vojib degani shu. Masalan, mening, sizning va bizni ko'rayotganlarimiz hammasining ko'ngli toza. Javhari toza baribir. Insonning javhari toza. Uni kir qilishi mumkin, lekin javhar hech qachon yo'q bo'lmaydi. Shuning uchun ham o'sha Navro'z va shu Navro'z kabi bayramlar, shu Navro'z kabi amallar bizning javharimizni hamisha toza tutsin. Aziz kuzatuvchilar, bugungi fikrlarimiz sizda ham ma'lum bir fikrlar uyg'otadi deb o'ylaymiz. Bizga yozib yuboring. Barchamizga kirib kelayotgan Navro'z ayyom muborak bo'lsin. Ustoz aytganlaridek, ichimizdagi toza javhar mayli kirlansin, mayli biroz ko'milsin, ammo o'z vaqti bilan, o'z hukmi bilan yorug'likka chiqsin va hammamizni tabiat bilan, ilohiyot bilan, ayniqsa insonlar bir-biri bilan uyg'unlikda bir ezgu yo'lning boshida turib oxirigacha yetish nasib qilsin. Salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat domla.